Aziz hamkorlar, men sizlarga bugun rijika yog'imiz haqida ma'lumot bermoqchiman. Sababi bu yog'imizdan ham zo'r natijalar olamiz. Ayniqsa bolalardagi terlash kasalliklari, D vitamini yetishmasligi uchun ko'p terlaydi. Yosh kattalar ham shu sababli ko'p kasal bo'lishadi. Shuni oldini oluvchi juda ham zo'r yog'imiz. Sababi sostavida 35% omega 3 bor, 17% omega 6 bor. Vitaminlardan A, D, E, K vitaminlari bor. Bu yog'imiz immunitetni mustahkamlab beradi va yana jigarni tozalab beradi, gemoglobinni ko'taradi. Minerallardan sostavida magniy, kalsiy, fosfor bor, yurak tizimini yaxshilab beradi, organizmni kislorod bilan to'yintirib beradi va organizmda sistemani normallashtirib beradi. Buni yuzga sursa bo'ladi, sochga sursa bo'ladi, ichsa bo'ladi, tomchilab sosudlarni elastikniy qilib beradi. Hazm qilish sistemasini yaxshilaydi.